Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga men bugun bir masala bo'yicha bir jiddiyroq, keskinroq bir fikr bermoqchiman. Sababki ko'rib turibsizlar, O'zbekistonda ozgina tahlikali holat. Bu tahlikali holat xalq uchun emas, davlat uchun ham emas, bu odamlarning orasida shakllanayotgan va bu odamlarning orasida emas, ommaning orasida emas va virtual dunyoda agressiv vatanga nisbatan har xil fikrlar uyg'otib, har xil fikrlari odamlarni ongiga singdirish vaziyati kelib chiqmoqda. Va hozir men sizlarga bitta narsani aytib o'tmoqchiman. TikTokda bir platforma bor. Men qo'yib o'taman. O'sha videoni ozgina ko'ringlar, o'zlaring xulosa qilinglar. Hech qachon unaqa odamlar orqasidan hech qachon o'sha oqimga qarab yurmanglar. Sizlardan iltimos so'rab qolardim. Nimaiki, u yerdagi har xil fikrlar insonni ongini zaharlay oladi. 100% sizga aytaman. Bu yerda nima? Aslan bu joyda kimlar bu oqimga qarshi ketyapti deganlarga ham aytib o'tmoqchiman. Aynan shu qanaqadir vaziyatlar kimdandir jabrlangan yoki kimdandir alamzada yoki keskin hayotida qanaqadir o'zgarishlar bo'lgan, xuddi shunday insonlarni topib turib shulardan foydalanib va o'z ongini unga singdirgan holatda o'zini bir siyosatini O'zbekistonda harakat qilyapti, o'zini siyosatini singdirishga va odamlar orasida ham norozichilik keltirib chiqarib turib, qanaqadir o'zini g'oyalarini singdirishga harakat qilyapti. Sizlarga aytib o'tmoqchiman. Avvalambor hammamiz O'zbekiston Respublikasi fuqarosi biz. Har birimiz o'zimizning O'zbekistonda qonunlarimiz bor. Shu qonunlarga bo'ysungan holatda yashash tarzimiz tartib bo'lmasa yashash qiyin bo'ladi. Tartibsiz hayot bundan bir 500 yil yoki 600 yil oldin ham bo'lgan, tartibli bo'lgan. Chunki tartibsiz bo'lsa hamma yoq yaxshi tizim bo'lmaydi. Men bu gapim bilan nima demoqchiman? Va har xil oqimlarga oqib virtual dunyoda, YouTube tarmog'ida va TikTok platformasida juda ham bir Instagramda juda ham ko'p bu narsa ommalashmoqda. O'shanga men aytmoqchimanki, qiziqmanglar, har xil kontentlarga kirib, qiziqib, ularga fikr berib yoki ular oqimiga oqib yoki qanaqadir sizlar miyalaringizni zaharlab, sizdan bitta eng zo'ri bizga qo'shilasizmi? Ha, qo'shiladigan bo'lsangiz, biz sizga nima beramiz? Xudo xolasa shu tizimimiz ishlasa, biz agar davlat to'ntarishini amalga oshirsak, biz sizga katta bir mukofot, pul ajratib beramiz degan takliflar ham bo'ladi. O'sha uchun hech qachon o'z yurtingizni o'zingiz, o'z uyingizni o'zingiz buzmassiz. Qush ham o'zining inini buzmaydi. Shunday bo'lgandan keyin nima bo'lgan taqdirda ham ular sizning miyangizni zaharlab, o'z iningizni buzib, sizga katta pullar va'da qiladi, lekin bu narsaga ishonmang. Siz aldangan bo'lasiz. Men o'zi qisqa tarzda o'sha videolarni qo'yib beraman. Videolarni ko'ring. Xohlasangiz kommentariy yozing, xohlasangiz yozmang. Faqat o'zingizni xulosangizni yozing bu joyda. Tushunarli-ku? Bo'lmasa videoni davom ettiramiz. Revolyutsiyadan keyin bularni rag'batlantiramiz katta mablag' bilan. Chunki revolyutsiyaga bular yordam berdi. Shijoatkor, shijoatini ko'rsatdi. Tushundingizmi, Botir aka? Mana shunaqa joylar bor inshaalloh. Men jonni kuydiryapman, birlashib olaylik shu yerda. 1 millionta xalq bilsin, 37 milliontadan 1 millionta odam bilsin. Bu mana shunaqa jamoat chiqibdi, mana shunaqa yigitlar chiqibdi, mana shunaqa fikrlayapti, inqilob qilmoqchi. Ulug'ayam niyatlarimizga yetaylik. Xudo xolasa. Qo'limizdan keladi agar birlashsak. Ko'p narsa. Xudo xolasa deb gapirsak bo'laradi. Keling Bobur Shoh. Aka, Alisher aka, xalqni otasi misol oddiy oiladan kelib chiqadigan bo'lsangiz,
biz uyimizda otamizda misol ko'chada qarz olib qolsak yo ro'zg'orimizga yetilolmay qolsak, otamiz oldiga borsak, otamizdan qarz olsak, qiynalsak, otamiz o'sha narsadan misol uchun bergan puldan kechganda, misol soliqdan misol uchun hozir qarz bo'lyapmiz, soliqdan misol kreditimiz to'lanmayapmiz, elektrimizga pul to'lanmayapmiz, elektrimizga pul to'lamasak svetimizni o'chirib qo'yyapti, gazimiz kelmayapti, uyimizda chaqalog'imiz bor, qishda sovuq kunida aka anamal sovuqni boshdan kechqizdik, anamal sovuq boshdan o'tdi.